Rossiyaning Kaliningrad oblastidagi korxonalardan biri ishchi yetishmasligi sabab hindistonlik mehnat muhojirlarini ishga ola boshladi. Yangi Kaliningrad nashrining yozishicha, bu haqida kompaniya direktori va Birlik partiyasidan oblast parlamenti deputati Sergey Lyutarovich ma'lum qilgan. Uning aytishicha, bu chet el ishchilarining oylik maoshi kamida 70 ming rublni tashkil etadi. Bir nafar shunday xodimni Hindistondan Rossiyaga tayyor holatda olib kelish taxminan 170 ming rublga tushadi. Bu narxga samolyot chiptasi, xodimni o'qitish, ish patenti olish va ingliz tilini o'rganish xarajatlari kiradi. Hindistonlik muhojirlarga so'nggi ma'lumotlarga ko'ra yashash uchun ruxsatnoma RVP va vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnoma VNJ olishda muammolar bo'lmayapti. Vaholanki, Rossiyada ishlayotgan Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar rus tilini hindlardan ko'ra yaxshi bilishsa ham, ko'pincha xuddi shu masalada qiyinchiliklarga duch kelishadi.